Nimalarni boshlading yana? Aka, 2026-yilda bizani kuzatib turgan hamma obunachilarni kamida uy-joyli qilish maqsad, xudo xolasa, kuzatib tursanglar dalshi mana shunaqa kaltlarni notariusdan sразу оформить qilib olib ketaverasizlar. Uyimizda tayyor kadastr. Bir xonali kvartiramdan срочно berib yuboramiz aka. Narxi qanaqa? Narxi yumshoq. Chiroyli narxlarda beraveramiz. Oylik to'lovlari 3 million 4 million atrofida. Yana to'shni hisob qilib beramiz. 4 millionga ham bormasa kerak. Keling, marhamat, uyga kiraylik. Uyimizda bez remont holatda. Ba'zi negativlar yozibdi. Buni qachon uy qilib olaman, remontini qilib olaman. Akalar, hozir qo'lingizda pulinglar bo'lsa, changalda sho'rva, arzongina boshlanish to'lov bilan yoki naqd pulinglar bo'lsa, kelishtirib qilib beramiz. Ortgan pulinglarga remont qilasizlar, nima qilasizlar? Orqalab olib ketmaysizlar-ku. Xullas, kirganimizda prixoshkamiz, bu yoq tarafda umumiy sanuzelimiz bor. Oshxonamizni ko'pchilik kommentda kichkinami deb yozishibdi. Agar sizlarga kichkinalik qiladigan bo'lsa, mana shu перегородкani buzib, periplanirovka qilsanglar bo'ladi, oshxonani kengaytirsanglar bo'ladi. Oynamiz ham kattaligi sababli ozgina oshxonamiz kichkinaroq ko'rinib turgan bo'lishi mumkin, lekin realda ko'rib kelsanglar unaqa kichkina emasligi o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar. Bu asosiy xonamiz, bilasizlar, bir xonali kvartirada mehmon kutmaydi. Bir xonali kvartira yosh oilalar uchun, ijarada turib qiynalib yurganlar uchun ajoyib variant. Xo'sh, endi mendan bosh to'lovini so'rang aka. Qancha bosh to'lov? Bosh to'lovimiz $8200. Dollarga tushunmayman, so'mda gapir deganlar uchun 98 million bilan mana shu kvartiramizni bitta pasportga oylik to'lov 4 million so'm atrofida, balkim 4 millionga ham bormasligi mumkin. To'shni hisob kitoblarni mana pastda raqamda qoldirganmiz, hisoblab beramiz. Agar subsidiyalar bo'lsa, bosh to'lov $5800 atrofida to'laysizlar. Oliy shakilli kafillar bilan bir kunda ofonib ketasizlar. Uylarimizning hammasi tayyor kadastr holatda. Shunaqa горячий, arzon narxdagi uylar kerak bo'lsa, bizani Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizning havolasi profilimiz описаниесiga qo'yib qo'yamiz. Bitta bosasizlar, ulanib olasizlar. Горячий uylar chiqib qolsa, chiroyli narxdagi uylar chiqib qolsa, pulinglar tayyor bo'lsa, bir kunda kelib notariusdan kaltinglarni olib ketaverasizlar. Manzilimiz Yangi Hayot tumanida Tashkent Index oldida Green House domlari.